Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan Muhammad Rasul. Mana bugundan biz dard tilimizni o'rganishni birgalikda boshlaymiz. Xudo xolasa bugun birinchi mavzuyimiz dardga kirish bo'ladi. Videoga o'tishdan oldin eslatib o'tishim kerak, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video tagida havola qoldiraman. U yerdan Telegram kanalimizga o'tib, Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. U yerda nimalar bo'ladi? Yangi chiqadigan videolar yoki Dart, Flutterga doir bo'lgan yangiliklar bo'lsin yoki qo'shimcha mavzularda yoritib boraman. U yerda bemalol savollaringiz tug'ilsa ham berib borishingiz mumkin. Tezda javob beriladi. Unday bo'lsa, ko'p to'xtalmaymiz, videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Keling, unda birinchi o'rinda Dart bilan qisqacha tanishib o'tamiz va keyin asosiy funksiyamiz bo'lgan void main haqida tanishamiz. Keyin printlar bilan qanaqa ishlaymiz, arifmetik amallar bo'lsin, terminalga narsa chiqarishlar xullas. Keyin o'zgaruvchilar bilan tanishamiz va kommentariyalarni qanaqa yozishni ko'rib, bugungi mavzumizni yakunlaymiz xudo xolasa. Endi keyin Dart haqida tanishtirib o'tadigan bo'lsam, qisqacha Google tomonidan ishlab chiqarilgan 2011-yilda ommaga tatbiq qilingan, lekin 2013-yilda birinchi versiyasini chiqarishgan. U tez va samarali ishlaydi, ya'ni asosan mobil ilovalar, web saytlar yoki desktop applarga ishlab chiqariladi. Desktop applar ishlab chiqariladi. Ya'ni bir vaqtda o'zida siz yozgan kod mobilda ham, ya'ni Android, iOSda ham run bo'lishi mumkin, web ilovalarda ham, desktop applarda ham run bo'lishi mumkin. Flutter framework bilan birga mashhur. Ya'ni bundan nima demoqchi? Siz Flutter Dart ustiga qurilganini hisobiga siz Flutterda o'rganish uchun Dartni ham bilishingiz shart hisoblanadi. Endi kelinglar void main funksiyamiz haqida tanishtirib o'tadigan bo'lsam, void main funksiyamiz nima? Ya'ni birinchi dasturimiz mana shu funksiyadan boshlanadi. Siz dasturingizni run qilish uchun mana shu funksiyaga murojaat qiladi va mana shu funksiyadagi kodlarni o'qib ketadi. Ya'ni bu bo'lishi shart sizda. Kelinglar, uni birinchi o'rinda yozib ko'rishimiz uchun biz dartpubdev saytiga kirib oldik. Bu qanaqa sayt? O'zi Dartni ofitsial, ya'ni Dart kodlari yozadigan, Dart kodingizni run qilib terminalga chiqaradigan sayt. Buni bemalol Chromedan kirib ishlasangiz mumkin, onlayn kompilator. Birinchi o'rinda print hello world so'zini chiqarib ko'ramiz. Qani ketdik. World pop-up'ni world qilamiz va run qiladigan bo'lsak, mana hello world so'zi kelib chiqdi. Nimaga bu nuqta virgul qo'yib ketdim? Chunki Dart sintaksis jihatdan C dasturlashtirilishiga yaqin bo'lgani uchun bunda ham qator oxirida nuqta virgul qo'yib ketishimiz shart. Ya'ni talab qiladi kompayler o'zi. Xatolik beradi bo'lmasa. Hello world so'zini chiqardik. Kelinglar arifmetik amallar bajarib ko'ramiz. 5 ga +5 qo'shamiz. Necha kelib chiqadi? 10 kelib chiqish kerak bizga. Mana 10 chiqdi. Demak, qo'shuv amallari ham bizda Dartda ishlaydi bemalol. Ko'paytiruv amallari bo'lsin xoh. Mana 25 kelib chiqdi. Demak, mana shunaqa tartibda terminalga chiqarsak bo'lar ekan. Endi ko'p to'xtalmaymiz, bunga bemalol ishlab ko'rsalang bo'ladi o'zlaring. Endi Dartdagi o'zgaruvchilarga to'xtalamiz. Dartdagi o'zgaruvchilarga keladigan bo'lsak, Dartda asosan int, double, bool, string, dynamic typelari bor. Int typeimiz bizda aniq qiymatlarni saqlab ketsa, double typeimiz bizda ya'ni qoldiqli qiymatlarni saqlab ketar ekan. Endi bool typega keladigan bo'lsak, bool typeimiz bizda true yoki false qiymatlarni o'ziga olib ketar ekan. Ya'ni bu unaqa int ham, double ham olmaydi, faqatgina true yoki false qiymat berib ketishimiz kerak. Bool type bilan o'zgaruvchi ochsak. Endi string typeimiz qanaqa ekan? String bizda tekstlar bilan ishlaydi. Ya'ni int, true, false hammasi ko'rgan bo'lsalaring bir-biridan farqlanib turibdi. String typeimiz demak bizda faqat tekst formatdagi, ya'ni yozuv formatdagi qiymatlarni olib ketar ekan o'ziga. Dynamic typeimiz hammasidan farq qiladi, ya'ni bu bitta typega moslanmagan, bitta typega qarammas. Xohlagan typeimizni bunga berib ketishimiz mumkin. Mana bu yerda 42, 3.4 true, hello berib ketilyapti. Kelinglar, endi bularni mana yozilishi qanaqa bo'ladi? Bizda ko'rgan bo'lsalaring, bu yerda yangi var type bor. Bu varga ham bir xos to'xtalamiz. Buni tushuntirib o'tib ketaman. Int ga bunaqa qiymat, double ga bunaqa qiymat berilib ketilyapti. Bool bunaqa ochilyapti, string bunaqa ochilyapti. Endi kelinglar, buni yozib ko'ramiz. Birinchi o'rinda intdan boshlayman. Int son deymanda 10 berib ketaman bunga. Hech bola chiqmaydi. 25 chiqadi xolos. Ya'ni sonni chiqarmadik chunki. Sonni chiqaradigan bo'lsak, mana 10 yozgan qiymatimiz kelib chiqdi. Endi string typeimizdagi o'zgaruvchi ochib ketadigan bo'lsam, masalan, name ochamanda erkin berib ketaman buni o'rniga. Bunga
string bo'lib qolibdi. To'g'rilaymiz mana. Ya'ni compile o'zi aytayapti, senda xato bor deyapti. Buni run qiladigan bo'lsam mana erkin kelib chiqdi. Ya'ni yozgan tekstimiz bizga chiqarib berdi yozgan tekstimiz. Endi qanaqa qiymatimiz? Double qiymatimiz ham bor aytganchilik. Double ni mashta yozib ketaman. Double masalan price deb ketaylik. Priceimiz 20.5 bo'lsin. 20.5 ni chiqaradigan bo'lsam, mana bizda 20.5 chiqdi. Ya'ni yozgan qoldiqli qiymatimizni bizga chiqarib berdi. Endi bool qiymatimiz ham bor, bool typeimiz ham bor edi. Endi bool type'ni qanaqa ishlatamiz? Masalan, isClient deb nom qo'yaman bunga o'zgaruvchiga va bunga boshlang'ich holatini false beraman. isClient deb yozaman va buni chiqaradigan bo'lsam, mana false chiqdi. Ya'ni yozgan qiymatimizni olib berdi. Kelinglar bunga masalan int type'dagi ma'lumot beradigan bo'lsam nima chiqar ekan? Hech bola chiqmadi. Chiqishidan oldin o'zi xatolik beryapti. Ya'ni compile o'zi bizga xatoligini bildiryapti. Demak, bunga faqat true yoki false qiymat berib ketishimiz kerak ekan. Shart bu. Endi bizda dynamic type'ini ham ko'rib ketdik. Dynamic type demak moslashuvchan type deb o'tib ketdim. Bu moslashuvchanligi qanaqa bo'ladi? Biz bunga xohlagan type'dagi ma'lumot berib ketishimiz mumkin. Masalan, biz bunga test deb nom qo'yamizda. Bunga int type'dagi ma'lumot berib beraman birinchi. Test chiqaradigan bo'lsam, nima chiqar ekan bizga? 1 chiqadi. Endi bunga string berib ketadigan bo'lsam-chi. Stringni ham bemalol olyapti. Bu double ham oladi, bool'ni ham olib ketaveradi bemalol. Keyin endi bularni tekshirib ko'rishdan oldin birinchi var type'ni ham ko'rib ketishimiz kerak. Var ham xuddiki dynamicdaqa type'ini o'zi oladi. Ya'ni birinchi bergan qiymatiga qarab, u type'ini o'zi aniqlab oladigan type hisoblanadi. Bunga masalan p deb nom beraman-da. P ga birinchi o'rinda string berib ketaman bunga. Hello. P chiqadi bu yerda ham. Mana p'imiz chiqdi. Endi kelinglar bunga songa int type'dagi turibdi. Endi menga bunga qani intga songa 5.5 tenglab ko'ramiz. O'sha xatolik beryapti. Qani chiqarib ko'rsa nima bo'lar ekan? Error kelib chiqish kerak. Ya'ni error value type double, ya'ni bu double type int bo'la olmaydi. Ya'ni int qilib ochyapsan sen, int bergin unga deyapti. Ya'ni boshqa type'dagi ma'lumotni bera olmaymiz ekan pastdan ham. Endi songa men 5 qo'shib chiqarmoqchiman. 5 qo'shib chiqarmoqchiman. Inobatga olinglar, mana shuni ham mana. Songa qo'shuv 5. Bizda nima chiqish kerak hozir? 10 chiqadi. Chunki qo'shganimiz bilan tenglab ketadigan kod yozmayapmiz. Ya'ni tenglab ketish uchun tartibda bunaqa qo'shuv yonida, ya'ni amaliz yonidan, o'zingiz qilyap turgan amal yonidan tenglik belgisini ham qo'yib ketishimiz kerak. Shunda bu 5 qo'shadi va tenglab ketadi o'ziga. Mana 15 kelib chiqdi. Demak, shunaqa yozilar ekan, tushunib oldinglar buni. Endi price ga masalan ko'rgan bo'lsalaring birinchi qoldiq qiymat turibdi. Endi bunga 40 beradigan bo'lsam nima chiqadi? beradigan bo'lsam hech bola chiqmadi, ya'ni error chiqmadi, ya'ni error chiqmadi-da, o'sha qiymatni olib ketdi bizga. Nima uchun? Chunki bu double ochilgan u. Nimaga biz int beryapmiz? Chunki aytib o'tganimda double int olaveradi. U muammo bermaydi. Faqatgina int double berib, intga double berib olmaymiz xolos. U xato menga berma deb baqiradi. Shuning uchun biz double ga intdan berib ketaveramiz ekan bemalol, lekin string berib keta olmaymiz. Double ga int yoki qoldiqli qiymat berib ketishimiz kerak. String bersak mana xatolik beryapti. Demak, buni ham ko'rdik. Endi string ga int berib ko'ramiz. Qani nima chiqar ekan? O'zgarib qoldi. 11 berib ketadigan bo'lsa nima chiqadi? O'zi mana xatolik beryapti bu yerda ham. Demak, compile o'zi aniqlar ekan, bunga to'xtalib o'tirmaymiz. Endi asosiy bular ham shunaqa, ya'ni boolean qiymat ham xuddi shunaqa ishlaydi. Endi asosiy to'xtaladigan joyimiz dynamic va var type'lariga keladigan bo'lsak. Endi dynamicda ham biz boshqa qiymat berib ko'ramiz. Masalan, boshida string berilgan, aytdimki, stringni oladi, type'ini aniqlab oladi. Endi bunga kelinglar 25 berib ko'ramiz. Ya'ni int type'dagi ma'lumot beryapman. Xatolik bermadim endi. Mana 25 chiqdi.
Demak, mana shundan kelib chiqadiki, bu har doim taypini aniqlab olar ekan. Boshlang'ich holati masalan salom beryapti, ikkinchi holatini 25 bersangiz, 25 taypiga moslashib oladi bu. Ya'ni int bo'lib oladi keyinchalik. Birinchi string bo'lyapti, keyin int bo'lyapti. Type'ni o'zi aniqlab olish xususiyati bor ekan. Endi bunga qo'shadigan bo'lsam-chi, nima deb o'ylaysizlar? Xatolik kelib chiqadi bizda, chunki sen stringga int qo'shyapsan. Bunaqa iloji yo'q. Ya'ni xatolik beradi shu yerda. Endi var type'iga keladigan bo'lsak, buni ham type'ni o'zi aniqlab oladi dedik. Endi p ga keyinchalik 5 bermoqchi bo'lsam-chi? Bu yerda xatolik beryapti. Nima uchun? Nima uchun deydigan bo'lsak, var type'imiz birinchi holatini aniqlab olgani bilan, lekin ikkinchi holatiga bu birinchi bergan ma'lumotimizni type'ini oladi. Ya'ni keyingi marta murojaat qilsak, buni p ni type'i nima bo'lyapti ekan? String bo'lib qolar ekan keyingi marta murojaat qilsak. Mana shuni ham inobatga olishimiz kerak. Ya'ni birinchi ochib turgan type'laringga qarab oladi var. O'sha type'ni egallab oladi. Birinchi hello ya'ni string berganimiz uchun buni string qilib olyapti. Endi bunga 0 beradigan bo'lsak-chi, buni type'ini int deb oladi. Vaholanki bu yerda 5 ga xatolik bermaydi. Mana bizga 5 chiqyapti. Ya'ni keyinchalik bergan qiymatimiz kelib chiqyapti ekan. Endi buni ham istisnoli holati bor, ya'ni dinamikga o'xshatib, xohlagan payt type'ini olib ketadigan bo'lsak, qilsak bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich holatini bermay ketsakkina biz bunga xohlagan type'imizni berishimiz mumkin. Masalan, endi p ga salom degan yozuvni tenglashim mumkin. Ya, nuqta virgul qolib ketibdi. Mana salom tenglaydigan bo'lsam, salom kelib chiqyapti bizga. Demak, hech qanaqa muammo bermayapti. Buning uchun biz boshlang'ich holatini 0, ya'ni bo'sh qoldirib ketishimiz kerak. Shundagina bizga u shunday imkoniyat beradiki, xohlagan payt, xohlagan type'imizdagi ma'lumotni berib ketishimiz mumkin. Bunga xolasak null qiymat ham berib ketishimiz mumkin. Shunda u bo'sh deb oladi arizatini. Keyin xohlagan type'ga tushib ketadigan type bo'lib qoladi. Mana salomga o'zgaryapti. Ko'rdilaring, bu oddiy o'zgaruvchilarimiz shulardan iborat. Endi kommentariyalarga keladigan bo'lsak, kommentariyalar bizda mana bunaqa ekan. Bir qatorli izoh yozib, ya'ni bir qatorli kommentariy yozmoqchi bo'lsangiz, bir qatorli kodni kommentariyaga olmoqchi bo'lsangiz, bunaqa ikkita slash belgisidan foydalanamiz ekan. Ko'p qatorli kommentariyaga, ya'ni ko'p qator kodingizni kommentariyaga olmoqchi bo'lsangiz, slash yulduzcha va oxirida ham yulduzcha slash ishlatamiz ekan. Kelinglar, mana son degan o'zgaruvchimni bir qatorli kommentariyaga olib ko'raman. Sonni pastga chiqaradigan bo'lsam, nima deb o'ylaysizlar? Nima chiqadi? Sonni topa olmaydi. Ya'ni bunaqa yo'q, chunki biz kommentariyaga olib qo'ydik. Kommentariyadan chiqaradigan bo'lsam, bu error yo'qoladi. Sonni bemalol chiqarsak bo'ladi mana. Demak, kommentariya bizga kodni o'chirib berar ekan. Mana shu bu kod ishlamayapti degan maqsadda ishlatiladi. Ya'ni kommentariyaga olib qo'yish ham juda kerak bo'ladigan narsa. O'rganib olish kerak. Endi bizda ko'p qatorli, ya'ni ko'p qator kodingizni kommentariyaga olish qanaqa bo'ldi bizda? Slash yulduzcha. Oxirgi belgisini qo'ymaganimiz uchun bu polniy hamma kodimizni bizga kommentariyaga olib qo'ydi. Endi men mana shu yerdan dynamic test tuga, ya'ni dinamikgacha bo'lgan kodni olmoqchiman, ya'ni kommentariyaga olmoqchiman. Buni nima qilamiz endi? Yulduzcha qo'yamiz va slash qo'ysak, bu mana shu kodni bizga olib berdi bu. Kommentariyaga olib berdi. Buni bemalol ishlatishimiz mumkin. Endi buni o'chiramiz. Run qiladigan bo'lsak, hech qanaqa xatolarsiz tepadagi o'zgaruvchini olib kelib ishlatyapti. Demak, kommentariyalar ham mana shunaqa ekan bizda. Kelinglar, unda darsni mana shu yerda yakunlaymiz. Xudo xolasa, keyingi mavzularimizda ozgina chuqurlashamiz. Bu birinchi kirish mavzuyimiz edi. Oddiy o'zgaruvchilardan boshladim. Xudo xolasa, keyingi mavzularimizda bundan-da qiziqroq mavzularni ko'rib ketamiz. Sizlar uchun prezentatsiyani oxirida dard haqida qisqacha, ya'ni Medium maqola bor. Bir yaxshi inson yaxshi maqola yozib ketgan ekan. Chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsalaring, bu yerda link qoldirdim. Prezentatsiyani oxirgi pejida mana ko'rgan bo'lsalaring, oxirida linklar bor. Dart testiga yuklash bu nima uchun kerak? Mabodo sizlar xohlasalaringki, men bunaqa yozmayman, onlayn yozmayman, kompyuterimda kod yozmoqchiman programmada desalaring, uning uchun sizlarga Dart testiga kerak bo'ladi. Dart testikani mana bu yerdan yuklab olasizlar. Yuklab olgandan keyin Visual Studio kerak bo'ladi sizlarga kod yozish uchun. Buni Dart testikani Visualga ulasizlar va bemalol kodni ishlatishlari mumkin, ya'ni o'zlaringning kompyuterlaringda. Dartpad dev nima uchun yozib ketdim bu yerda? Dartpad dev Dartning o'zi sayti, ya'ni bironta dokumentatsiya o'qimoqchi bo'lsalaring yoki yangiliklardan Dart haqida o'rganmoqchi bo'lsalaring ham haqiqiy sayti bo'lgani uchun bu yerda kengroq yoritib o'tilgan mavzular. Va asosiysi Telegram kanalimiz. Bu yerda albatta qo'shilinglar bu yerga, chunki yangiliklar bo'lsin, yangi videolar bo'lsin, yangi darslar yoki dars jarayonida shunaqa
yangiliklarni yoritib boraman. Yoki sizlar savol tug'ilsa yoki tushunmagan joylaring bo'lsa, albatta yozinglar. Xudo xolasa men e'tiborsiz qoldirmayman. Sizlarning yozgan savollaringni yoki fikrlaringni inobatga olib yozaman yoki javob beraman yoki bir sizlar kutgan javob olasizlar, xudo xolasa. Mayli unda, xudo xolasa keyingi videolarimizda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar.